Hammaga salom. Biz 39 haftalik bo'ldik va men kutgan o'sha kunlar ham keldi. Yo, topamadinglar, hali raddomga ketganimcha yo'q. Bugun sizlar bilan nihoyat tayyor bo'lgan raddom sumkamni obzor qilamiz. Обменный karta va pasport, ona uchun sochiq nabor, 2-3 ta qulay pijamalar, обязательно postel, ona uchun kerakli gigiyenik vositalar, qulay bo'lgan нежный bелье, влажный va сухой salfetka, одноразовый plyonka, ro'tzal uchun sorochka va tapichka va домашний tapichka, chaqaloq uchun klyonkali plyonka, qalin 2-3 xil plyonkalar, so'lakchalar va noskichalar, podguznik birinchi razmerdagisi, qalin kiyim komplektlari va ishtonchalar, budilar va shapkachalar, pustishka, aspirator, butilka, qalin plet o'yinchog'i bilan rasmga olish uchun, uxachistka, bipanten krem, oddiy krem, tetratsiklin ko'zi uchun detskiy sovun, lidokain va snop, naushnik bilan powerbank, kosmetichka va uxotlar, zubnoy shotka va pasta. Hurmatli onajonlar, yana nimalar kerak, nimalar qolib ketdi, обязательно kommentariy yozib ketinglar. Obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar.